Bir arlıqda Madiyar molla huşiga kelgan o'xshaydi. Engirgan ovozi anglandi. Uning o'lmaganligini bilgan Salihning ayoli Qayni Jamol xuddi burkutdek itilib berib o'lik holda yotgan Madiyar mollani qahri g'azab bilan tepib dasab chaylashga boshladi. Majlisni Abdunum rayonlik harbiy rayondan xizmat korpusi bo'lib kelgan Saytung degan Xansu harbiy boshliq boshqarib o'tadi. Men uningdan undaq odam urushqa bo'lmaydi, urmanglar deb to'xtatarmikin degan o'y bilan umidlansam, u yuqori ovozliq un tarqatqush orqali yo'ldoshlar, sinfiy qarindoshlar, proletariat diktaturasini kuchlantirayli, sinfiy kurashni unutib qolmayli. Bugungi sizlarning kurash ruhinglar intayin yaxshi, to'xtatmay davomlashtiringlar deb tovlab turdi. Uning so'zini Gongshida tarjimon bo'lib ishlaydigan Xadicha tarjima qilib, teximi chaqirib vaqiraydi. O'zining xudini bilolmay qolgan Salihning ayoli Qayni Jamol un tartqushni yulib elib, him bilam qovurg'usini chaqdim. Qo'lini sundirdim deb maqtanib tovlab, o'zini yo'qotgan odamdek u yoqdan bu yoqqa yugurib, qatorda engishib turganlarni yana qamchilab urib o'tdi. Kishilar birlab hushidan ketib yiqilishga boshladi. Qonga milinib yotgan odamlar maydonning yerimini oldi. Kimdir birisi sol taraf qo'rg'onga bir mush qo'ygan edi. Ko'zim qorong'ilashib, beshim qiyib, santurlib yerga yiqilib tushdim. Yo'q, yetib qolmay deb oldirab o'rnimdan turishga tirishib ko'rdim. Shundaq taslikda turib kelatdim. Bir qancha odam kelib tepib ketdi. Put qo'lim o'zimniki emasdek bo'lib qopdi. Qo'rqim keldi. Maydonda yetib qolmasam edi. Allah menga g'ayrat ber deb o'rnimdan aran turdim. Soat 9dan 5gacha davom qilgan bu kurashda yerim puklinib engishib, turmoqning o'zi cho'ng bir qiynash edi. Uzluksiz tegib turgan tayoqdan badallarim ko'p-ko'p qon uyib ishib chiqdi va tuyg'usizlanib, keyin urgan tayoqlar bilan qilin narsaning ustiga takkandek bo'lib bilinadi. Butun bedenim titraydi. Endi buningdan ortiqqa chidamasam kerak deb o'ylab turardim. Saytung un tartqush orqali sinfiy dushmanlar chiqib ketsin deb shuar tovladi. O'zimga kuch yig'ib xalq qo'zg'alg'ucha tez mengib chiqib ketay deb o'rnimdan turib ma'y desam, ikki putimga yo'g'on tosh esib qo'ygandek eg'ir bo'lib otlay olmay qoldim. Uning ustiga putim palash odamdek boshqurishga bo'ysunmay o'z oldiga mang'atdi. Voy xudoyim, bu qandoq bo'lgani? Men darvozadan chiqishcha yiqilsam dasab o'ldirdi deb ansirab butun kuchim bilan oram meng'atatdim. Shu orliqda 5-6 yo'g'on odam menga etilib kelib, dumballab urib tepishga boshladi. Ahvolga qaraganda ularning qo'lidan tirik qutulishim mumkin emas edi. Ular meni yerga yiqitib dasab chaylab o'ldirish maqsadi bilan menga eslatdi. Men ham ularning qo'liga tushib ketmaslik uchun tirishib oldimga ketayotgan odamning chopiniga mahkam yepishib tutdim. Odamlar darvozadan tixmi bo'lib kaplashib chiqib boradi. Ikki tarafdagi odamlar kurash qilinganlarni mushlab urib qamchilaydi. O'ttirg'i tortib chiqarilgan qalpoqlar bo'lsa, bir-birini mahkam giralab tutib, xalq to'lqinning chayqilib jang bilan ilgirlab keladi. Shu paytda tuyuqsiz international muzikasi sayning taraflarida yog'ochlarga o'rnatib qo'ygan yo'g'on un tarqatqushlardan jaranglab chelingan ovoz anglangan edi. Butun xalq askarlari va aktivlar hodiqib Gongshi tarafga qarab chepib ketdi. Harbiy rayondan kelgan Saytung kim u? Buni o'yinayotgan, tez berib to'xtinglar deb vaqiraydi. Ammo hech kim uni to'xtalmadi. Muzika tugagicha davom qildi. Men bu qarshilikni ko'rib, ko'nglimda xushallik his qildim va o'zimga kuch va g'ayrat qo'shilgandek bo'ldi. Endi menga yepishib kelayotgan heliq odamlar meni kishilar orasidan ajratib elib, urush maqsadida qo'limga eslib tortdi. Men qo'limni qo'yib o'tmaslik uchun qattiq tirishib oldimdagi odamning kiyimiga ching yepishib tutib boratdim. Ular qo'limni tortib bo'shatsa, ikkinchi qo'lim bilan yepishib oldimdagi odamni tortib, kaynimdagilarni ittirib yurib, tayoq yesammi yiqilib tushmadim va o'lmay tirik chiqdim. Jon degan ching yerda ekan. Ajal yetmasa odam bo'lsa, har qanday qiyinchiliklardami o'lmaydi ekan. Oxirgi martaba qattiq tirishganda shunchalik kuchimning borligiga o'zimmi hayron bo'ldim. Men emas, menga eslib kelayotganlarning o'zimi qo'limni ajrata olmadi. Nima degan kuchli narsa bizga kuch bermayotganini qara deydi.
Darvozadan chiqqandan keyin men chapiniga esilib kelayotgan odammi kaynik burilib qaragan edi. Boshlang'ich maktab mudiri oqan ekanligini ko'rib, xijolat bo'lib qo'limni qo'yib berdim. 4 qadam mangmasdan atrofdagi odamlarning dumbolishidan santirilib berib yiqilib tushdim. Bir qancha qitim turishga tirishdim, hech tura olmadim. Chunki 2 putim eg'ir, harakatga kelmaydi. 10-20 yo'g'on o'tiklar birining keyindan birisi taros turus qilib tepatdi. Tur deyman, tur o'rningdan deb to'g'laydi. O'zimning o'rnimdan turishimga ko'zim yetmadi. Tursam bo'ladi, qandoq turman degandan boshqa hech narsani o'ylay olmadim. Odamlar durildab uyoq bu yoqqa tarqaldi. Bir qism yoshlar tog'larga qarab yugurib qochdi. Mang'alg'anlarning hammasi degandek suv bo'yiga tushib, eriqqa yetib suv ichadi. Un tarqatqushdan xalqning oldini to'sib qaytirib ilib kelinglar degan so'z anglandi. Kishilarning oldingi tarafdan otliq minbanglar bayroqlarni pulanglatib maydonga kiringlar. Hech yerga ketishga ruxsat yo'q. Chapsan bo'linglar deb suv ichayotgan, qochgan va tarqalgan xalqni maydonga haydab kirgizayotdi. Meni urayotganlar tur deyman, tur o'rningdan deb qattiq tepib ketgandan keyin o'rnimdan turish uchun bor kuchim bilan tirishdim. Mumkin bo'lmadi. Otliq xalq askari kelib meni urayotganlarni maydonga kiringlar deb ularni elib ketdi. Kimdi? Men tonimaydigan 2 odam kelib menga qo'lini so'zdi. Men ularning qo'lini mahkam tutdim. Ular meni tartib turg'izib qo'yib, o'zlari chapsan menib maydonga kirib ketdi. Menga yordam qilg'uch odamlar bor ekan deb ularga yuragimning ichidan chin ko'nglim bilan rahmat aytdim. Men kuch bilan putimni aran-aran atlab maydonga qarab mangdim. Yiqilib ketmaslik uchun atrofimdagi kishilarni va narsalarni tutib ketib boratdim. Oldimda ketayotgan 2 ayol, "Ey Ori Jurji, sening joningda jurib tayoq yer xalqimiz yo'q" deb ochiq bilan silkivatgan edim. Qarsam so'zlagan ayol Muqajonning cho'ng qizi Ziyqon ekan. Bugungi kurashda ota-onasi, inisi oilasi bilan kurash qilinib o'tirg'i chiqqan edim. Men ularning keynida oran ketib olsam, menga vaqraydi-ku deb hayron bo'ldim. Endi bu maydondan saq chiqish qandoq bo'larkin? Ya Rabbi, har vaqt o'zing yordam qil, o'lsam imonimni yo'ldosh qil deb ichimda Allohga sig'inib o'limni ko'z oldimga keltirib kirdim. Maydonda hushsiz yotgan odamlarning bir simi yo'q va yerda to'kilgan qonlarning izini qoldirmasdan tozalangan. Hushsiz yiqilib yotgan shuncha ko'p odamlar nega ketdi deb hayron bo'ldim. Kurash qilingan bütün odamlarni sahnaning oldiga haydab kelib to'pladi. Sahnada Saytun so'zlayotdi. Kaynimdan Duysa boyning o'g'li Qalyola yirtqichlardek etilib, zarxandlik bilan urib chochlarimni yulib ketdi. 2 qo'li bilan dumbamga changal tashlab, kiyimlarimni yulib yirtibdi. Men yenimdagi odamlarga mahkam yepishib oldim. Yiroqda turgan qandalqaq minbin etilib kelib qo'shlab urushga boshladi. Ustimdagi kiyimning qolgan parchasini u yulib ilib yerga atdi. Oldimda turgan g'olim muallim kayniga burilib ularning bu yirqish harakatiga yerginishlik holda qaragan edi. Ular meni tashlab g'olim muallimning ustiga etilib uni urib ketdi. G'olim muallim yerga yiqilib tushdi. Chunki uning o'ng puti egilmasa kerak sal oqsab mangadi. Uning ustiga bugun qalpoq kiygizganda qarshilik bildirganligi uchun uning beshini egimiz deb sim bilan bo'ynidan tortib tiz ostiga bog'lab qo'ygan edi. Shuning ta'siridan puti etib qolgandek oran turadi. Bu ikkisi yo'g'on basti bilan etilganda g'olim muallim o'zini tutib tura olmay qoldi. Yenida turgan Nurila bilan yana bir odam qo'lidan tortib oran turg'izib qo'ydi. G'aljirlab qolgan bu vahshiy odamlar nadin yig'ilib qoldikin, 200 dan ortiq odamni to'xtamasdan urib yurib, herib qolgan o'xshaydi. Ovozlarimiz chiqmasdan xiqirib qopdi. U sahnadagilar nima so'zlayotganini bilmadim. Qattiq ovoz bilan "Sinipi dushmanlar chiqib ketsin" deb to'ladi. Mang'udek hech holim yo'q. Darvozadan chiqib ketishga ko'zim yetmaydi. Men endi burilib 2 qadam mang'ucha atrofimdagilardan hech kim qolmadi. Men darvoza tarafga qaradim. Meni tovulgan ovoz anglandi. Qarsam bütün kurash qiluvchilarning hammasi bir yerga yig'ilib olibdi. Ular bir-birsini
mahkam tutib, oldidagi odamning ikki putining orasiga kaynida turganlar beshini tiqib, yumuloq bo'lib, o'rkigan qo'ydek bir yerga yig'ilib oldim. Atrofdagi kishilar ularni so'rab ajratolmayotdi. Men bilan birga ishlagan qalpoqliqlar menga chopsam bo'l meyerga kel deb o'zining orasidan o'rin chiqarib chaqiratdi. Men endi ularning yeniga boray deb mangan edim. O'g'zida turgan seyitqan xalq askarlarga kishilarni to'singlar, birmi odamni keltirmanglar, orqa eshikni ichib etinglar. Bu sinfi dushmanlarni orqa eshikdan chiqaringlar deb vaqirib komanda berdi. Minbanglar sap bo'lib xalqning oldini to'sdi va tor orqa eshikni ochdi. Men orqa eshikning oldida turganligim uchun tamni tutib putumni oran atlab elning oldi bo'lib, mangsammi eng keyni bo'lib chiqdim. Orqa eshik bizning uyning oldidagi maydonga to'g'ri keladi. Hammamiz shu maydonga kelib to'plandik. Maydonga kirgan 200 odamning yerimidagi yo'q edi. Qarasam mendan boshqa birmi odamning yuziga qora surtilmagan ekan. Xalq askarlariga seyitqan, xalqni to'singlar, xalqni keltirmanglar deb to'xtamasdan komanda berib turadi. Xalq askarlari bizning atrofimizda 3 qurdan sap bo'lib aylandirma to'siq qurdi. Shundaq bo'lsa-mu, ba'zi g'aljirlashgan odamlar xalq askarlarini ittirib yurib, kirib kishilarni urib ketadi. Shu orliqda bir to'p otliq odam kelib, kurash qilguvchilarni qamchi bilan urib, vaqirab atrofimizni aynib chapatdi. Qani, qanag'at, atrof boshliqlari xalq askarlarini ittirib, otliq bostirib kirib, o'rasqanni shunda qattiq qamchilagan edi, u bechara hushidan ketib yiqilib tushdi. Tayoqning ta'siridan yana 8-9 odam hushidan ketib yiqildi. Cho'ng atrof tarafdan 2 otliq odam bir bir ayolni otning oldiga selib qamchilab haydab keladi. Qamchiga chidamasdan bechara ayol otning chuluriga eslib, "Og'atay, urmasanglarchu, mendiysigan o'xshash kiydi, tap ming'oy, kambag'al sinib, qerindashimizg'u" deb zorlab yilinib ketdi. Ularning abdidan hech qanday bir rahim keldigandek ko'rinmaydi. Texmi qattiqroq tovlab urib yurib bizning oldimizga elib kelib to'xtadi. Ularning urg'iniga chidamay kelgan bechoralarga tayoq oz bo'lib qolgandek bir qancha otliq odam ot choptirib kelib qamchi bilan urgan edi. Amri hushidan ketib yiqildi. Ayoli Serbiyning ovozi butun tog'lar orasida yangrab yiroqlarga ketdi. Nima bo'lganda bu bechoralarga deb ichim og'rib ketdi. Ot ustidagi bularni haydab kelgan odam bu ikki sinfi dushman boy chorvachining bolalari. Bu kurash maydonidan qechib tog' orasiga yo'shirilgan ekan. Tutib elib keldik. Bilib qo'yinglarki, sizlar hech yerga qocholmaysizlar. Yerda qopqon osmonda tur degandek qechib qutula olmaysizlar deb tovlab, Serbini bizning oramizga elib kelib qo'shdi. Ondan bizga 1 soatdan keyin Gongshining hovlisi ichida yig'ildi qolg'imizni uqtirib tarqatdi. Men uyga oran minib bordim. Meni ko'rgan singillarim G'aysha, Firdavs ikkisimi ko'rishib yig'lab ketdi. Eshikdan kirib tamdagi aynakka ko'zim tushdi. Butun yuz ko'zim qormay bo'yoq bilan qop-qora bo'yalgan. O'rib 4 qavat yip bilan tikib chiqqan sochlarim yulinib chuvilgan. Ustimdagi yiring chapinimning oldi va yoqasidan boshqa yeri yulib ilib tashlangan. Yuz ko'zim ishib, bo'yildirimning saq yeri yo'q. Tatlangan tırnaq izlaridan qon chiqib turadi. Kiyimlarining oldi va yoqalari qizil qonga bo'yilib, xuddi bir jinga o'xshab qolgan qiyofatimni ko'rib ko'nglim yomon bo'ldi. Kurashga chiqish oldida aynakda ko'rgan odamning hozirgi turqini selishtirsam, ikkisi ikki dunyoda. O'pkam o'rilib ko'nglim buzildi. Biroq o'zimni tutib oldim. Allohga shukr, tirik chiqdik. Bu maydonda kimlar o'ldi, biz tex bilmaymiz. Shu qiynashlarda o'lmay chiqdik. Yana bir biz botir deb o'yladim. Yuz ko'zi qizil qonga bo'yalgan Hojiya Bonu o'zini tutolmay ho'kirib yig'laydi. Uning beshiga kiygizgan qalpoqi eski cho'gunning ostini elib tashlab, qalpoqni shuningga bekitgan ekan. Cho'gun beshiga kaplashib qilib, peshonasini kesib, beshidan oqqan qon bilan butun yuz ko'zi kiyimlari qon bo'lib ketibdi. Yuyunib tarangandan keyin odam shakliga kirib qoldik. Ömrümdə bundaq ussigan vaqtlarimni hech eslay Çini-çinilərə quyib qo'ygan choyni keyni-keyndan issammu ussigan yerimga bormagandek bo'lib,
Haciya Banu Hedem bilen ikimiz bir çögün çayını içip olduk. Bütün bedenimden saq yerim yo'q, og'rib uzun vaqt kesel bo'lib yotgan odamdek bo'lib qoldim. Uchamdagi yirtilib tushib qolgan yiling chapanni tashlab karvatda yotdim. Bu ahvolda qandaq ishlarman, mengishqa madarim yo'q deb G'ayshaga. Men chiqib ishlayolmaydigan o'xshayman. Sen berib boshliqlarga deb qo'yamsan dedim. G'aysha ishki bog'icha taladan yo'g'on 4 xalq askari kirib keldi. Boshqa atrofdan kelgan minbonlar bo'lsa kerak, qopqi yomon, tari sovuq nimalar edi. Ishqa chiqmamsan, nima yetib olding? Tur ishqa chiqmang deb uyning o'tirsiga kelib turishdi. Men ishqa chiqolmayman deb o'rnimdan turib o'ltirdim. Amga qilg'udak holim yo'q dedim. Bir xalq askari talaga chiqib ko'p kechikmasdan Duyjang atraf boshlig'i o'lsimi ishqa chiqsin deydi. Bol chapsan ishqa chiq deb og'riqig'imi qaramasdan meni elib chiqdi. Taslikda ish maydoniga yetib keldim. Hamma odam ishqa tushib go'ngshining oldidagi do'nglikni chanab, odam zambil bilan tashliqqa tushirayotdi. Bu kechidimi jallodlik harakat davom qiladi. Yo'lning ikki chetida kadrlar Qajay, Saliq va uning oilasi bolalari bilan Qodirbek va oilasi, Nökta va uning kichik jallodlari, Dilmurod Ozodlar, Duysa boyning oilasi va o'g'li Qolyula va Qoni, Qanaqat, Qabdal va ularning oilalari qatorliq jallodlar bor edi. Xalq askarlari aktiv unsurlar ham 8-18 yoshlardagi o'g'il bolalar qator sap bo'lib turib, oldidan zambil ko'tarib o'tganlarni har kim o'z qo'lidagi qurollar bilan urmay o'tkazmaydi. Ba'zilarning qo'lida qamcha va ba'zilarning qo'lida balvoq, chiviqlar va bolalarning qo'llarida bo'lsa chaqqan o'tlarni tutib oldidan o'tganlarni tarsiltib turadi. Minbanglar 5 kiloluq bozg'allarni tutib jallodlardek chiroylardan zahar temib turadi. Hajab payliyamangu mushu bozg'allar bilan bizni salsa odam tin tortmay o'ladi. Bularni qilmaydi deyishmi mumkin emas deb o'ylab g'am qilib qoldim. Ustimizdan o'riliyotgan tayoqlar orasidan o'tib ketib boratdik. Amirning Allah 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 deb zarlagan ovoz anglandi. Menmi o'zimni kuchab minishimni tezlatdim. Zambilni to'kib etib nima bo'lgandi deb Amirga qarab cho'chib ketdim. Yuziga urilgan belvog'ning izi ko'p-ko'k bo'lib, qon uyib chiqqan ko'zni ko'rib bo'lmaydi. Men deb cho'chib ichimga tortib, ko'zingiz bormi, ko'ramdi deb so'radim. Bor ko'rdi, biroq bek og'riyotdi, belvog' bilan qattiq urvatdi dedi. Ikki ko'zdan yosh to'xtamay iqvatadi. To'xtab turish mumkin emas. Atrofimizda minbanglar jallodlardek vaqirib turadi. Jon azobi tayoqlardan o'tib go'ngshining oldiga yetib kelganimizda O'razan va Madiyarning ikki o'g'li ham yana 2 yosh yigit zambil, jo'tu, gurjaklarni ko'tarib ish maydoniga yetib keldi. Bozg'on va pilimit tutgan ham granatlar asqan bir to'p minbanglar meni ko'rib hayron qoldi. Hoy, mavi o'lmay omon qopdi-ku deb yendikilarga meni ko'rsatdi. Birsi turib jini ching narsa ekan, shuncha tayoqlardan o'lmay tirik chiqdi dedi. Uning so'zini yulib elib o'riqni yosh minbang bizga qarab, sizlar omon qoldik, qutuldik deb o'ylab xotirjam bo'lib ketmanglar. Yaqinda 2-chi qitimliq kurash yig'inida sizlarni onanglarning otanglar Madiyarning yeniga opirib, uni poklab ko'mgandek sizlarni ko'mimiz. O'razan va Madiyarning 2 o'g'illariga qarab, Madiyar otangni bugun sen ko'mib kelsang, sizlarmi bir-biringni opirib ko'mib kelisizlar. Sizlarni shunda qilib yo'qitimiz deb vaqirdi. Zambilga gurchak bilan sheyxil silvatatdim. Helqi Qabdalqaq bilan Doysa bayning o'g'li Qolyula jindek paydo bo'ldi. Itilib kelib qo'limdagi gurchakni yulib elib cho'rvatdi. Devaylab kelib qo'linglar bilan selinglar deb vaqirdi. Endi qo'l bilan salmay amal yo'q. Oran o'ltirib zambilga qo'l bilan sheyxil silvatatdim. Qabdalqaq yirtqish hayvondek itilib kelib mang yepishib, dumbalab bosh ko'z demay urishqa boshladi. Bor kuchi bilan changallab, kiyimimni yulib tiyirtib, sochlarimni siqimlab, pitirlatib yulatdi.
xuddi g'aljirlab qolgan odamdek ochiq bilan xorlaydi. Ularga qarab turgan yoshlarning g'azab ko'zlarini ko'rib, etilib berib ularni dumballab, yumultib yurib urishga boshladi. Qo'rqib ketgan Amir zambilni ko'tarib meni so'rab yurib ketdi. Yağmurda yığıp durgan zulüm qamçılarının astida neçe yıqılıp neçe turib yürüp keçinin 20 saat 12 bo'ldi. Bu keçide kündüz tayaq yeganlardan menden başqası yetip qalgan edi. Men bu yaşlığım salomatligim bilan va har qanday qiyinchilikni yengman degan g'ayratim va irodam bo'lganlikdan bugungi bu tayaqlarga bardoshlik beraldim. Men ömrümde bir şaplaq tayıq yeb ko'may, ota-onamning e'tiborlab o'stirgan aziz bolasi edim. Men mushu xalqning baxtini deb bu xorliqlarni ko'rdim. Tayaqning zarbisini dumbillarimda saq yer yo'q. Qamchi izlari bilan qizirib qapirib, badallarim ko'kirib ishib yerilgan o'rinlardan qon chiqib kiyimimga yepishib ichish turadi. Yalang chopinim ustimdan yirtilib tushib qoldi. Ichidagi oq koftam qonga bo'ylab, mursi yirtilib badanim ko'rinib turadi. Nima degan ig'ir minutlar edi. Shu paytda ishdan tushish uchun komanda berildi. Hammamizni bir yerga yig'ib uqtirish qilyotdi. Kaynimdan birsi yo'g'on puti bilan tepgan edi. Oldimdagi odamlarga ittirilib berib yerga yiqilib tushdim. Heliq meni tepgan jallod soliq ekan. U yana yugurib kelib, odamlarni ittirib kirib bir nechini tepib, nimanidir so'zlab vaqirdi. Biroq hech narsani anglamadim. Beshim qiyib, ko'zim qorong'ilashdi. Qanchalik vaqt o'tgan bilmadim. Bir necha erlar qo'limdan tortib, turg'izib uyigacha elib kelib qo'ydi. Bir kecha faqat uxlay olmadim. Bir oygacha butun badanim og'rib, yota olmay, o'ltira olmay qiynaldim. 68-yili 19-may. Yillab kesal tartgan odamdek yuz ko'zlarim ishigan, tayoq tekkan yerlar ko'p-ko'k mushdek ishib chiqqan, chiroylarim seriq, ko'z to'pillarim qora bo'lib, rengilerim o'zgarib boshqacha bir odam bo'lib qolgan edim. Chochlarimni tarsam beshim g'o'rak bo'lib ishib tutqilib qo'ymay og'riydi. Kecha yulingan chochlarim qo'limga sug'urilib chiqdi. Zambilning bir uchini tutib oran mengib ishlaydim. Yomg'ir bo'lsa to'xtamay yig'ib, butun kiyimlarim suv bo'lib etakdan eqib turadi. Bugun ahvol tuniga o'xshamaydi. Bugun boshqargan xalq askarlari undaq yomon emas. Ahvolga qarab ishlaydi. Ikkinchi qatim kurash yig'ini o'tkazish uchun tayyorlik qilib isklat hovlisini tozalab, tog'dan ishexil toshlarni zambil bilan to'shib, shu hovliga to'kdik. Isklat hovlisini Qabdalning onasi familiya kampir hojatxona qilib olgan ekan. Shu paskilliklarni qo'l bilan zambiliga silishga majburlab, katman gurjaklarni yig'ishtirayotgandan keyin kishilar amalsiz qo'li bilan tutib ishlashga to'g'ri keldi. Tushgacha yomg'irga chilishib ishladik. Peşin vaqtida biz hovlida ishlayotdik. Har bir atrofdan odamlar kelishga boshladi. Xalq askarlari darvozada qatma-qat bo'lib, to'sib birmu odamni kirgizmay, yiroqlardan kelgan bu odamlar hovlining tomlariga yamishib, Hamid, Majid, Kengash ingsa deb tovlab, o'zlarining bolalarini, erini, tuqqanlarini izlaydi. Ularni ko'rgandan keyin "Bor ishkansan-ku" deb yomg'irda to'kilib yig'ilishib ketdi. Chunki 18-may kuni kishilarni birinchi martaba hovlidan qo'g'lab chiqqanda bir turkum yoshlar chiqibla qochgan ekan. Bularni xalq askarlari va bir qancha odamlar ot bilan qo'g'lab tutolmabdi. Ularning taqqa shundoq tezlik bilan yugurganda otliq odamlar ular mangan yo'l bilan yurolmay, tog'ning tumshuqidan aynib kelguncha ular ko'zdan g'oyib bo'lib, otliq qo'g'lab yuribmi topolmabdi. Qashqan yoshlar kishilarga Gongshida odamlarni urib o'ldirib, qon degan daryo bo'lib iqvatidi deb anglatib, u yerda turolmay bir hafta Qizil Soy tog'larida yoshirinib yurib qaytgan ekan. Tünügün bizni hovlidan qo'g'lab chiqib, maydonda hushsiz yotgan odamlarni itni so'rgandek so'rab, isklat hovlisining keyniga ayollar hojatxonasining oldiga olib qo'yibdi. Shu chaqda kishilar hushsiz yotgan odamlarni cho'ri deb aylanib va ba'zilari tur deb tepib turganda Madiyar mulla hushiga kelib, suv deb usulliq so'rasa, qarab turgan odamlarning orasidan 13-14 yoshlardagi bolalar hojatxonaning suyuq tahoratlarini yog'ochning uchiga ilib kelib, Madiyar mullaning og'ziga temitibdi. Yana ba'zilari og'ziga to'pi qo'yibdi. Shuning bilan bechora mulla shu xorliqda jon uzibdi. Yaqin tonishi bilan Madiyarning ikki o'g'li va O'razan Majid
qatarlıq bir qancha odamni chaqirib kelib Madiyar mo'lini zambilga silib, qabriston joylashgan tog'ning etigidagi bir kichik ozgalni ondan bundan ko'litib, Madiyar mo'lini ikkiga puklab ko'mib qo'yibdi. Qolgan qattiq yaralanganlarni harvoga silib, o'z ataratlariga elib ketibdi. Lujung o'z ataratiga borgandan keyin o'lgan ekan. Qaylarni Biyanguga elib berib, Uddul qabristonga ko'mishga manganda ayoli men bir ko'rib qolay deb yig'lab ustiga beshini qo'yganda uning yuragi so'qqanligini anglab, voy tirik ekan, tirik uyga beringlar, men qarab ko'ray deb yolvorib yurib uyiga elib ketib, bir kecha yetib hushiga kelibdi. Yaqub axunni uyiga elib kelgandan keyin bir hafta yetib saqlay olmasdan dunyodan ketgan. Yaqub axunning o'g'li Qurban Qizil 2 Selimbuga qatnashib ketganligi uchun Qurbanning o'rniga dadasi Yaqub axunni urib o'ldirdi. Yaqub axun o'lishdan burun bir kechada Qurban yoshurin kelib, dadasining ahvolini, kimlar urilganligini va kimlar qattiq tayoq yeganligini bilib ketibdi. Ammo dadasining o'limiga kelolmagan ekan. Bebish xonim bo'lsa, Ataman Bekmitovning ayoli edi. Sharqiy Turkistonga birinchi bo'lib Tataristondan Hamidulla Hoji Bekmitov Urumchi shahriga kelib o'rlashgan. U odam o'zi doktor ham to'mirchi bo'lganlikdan kishilar uni Dorigar Hoji deb atab kelgan ekan. Hamidulla Hoji o'zining doktorlik kasbi bilan el ichida alohida hurmatga ega bo'lgan. Kunlarning birida Urumchida turishliq Sovet konsuli Hamidulla Hojining Abduqodir, Abdurahmon, Abduxoliq degan 3 o'g'lini Oq podshohning askarligiga majburiy tutib turishga avatgan. Bu 3 o'g'ilmi aqlli, sog'lom, bahodir, g'ayratlik bo'lganlikdan urushda Abdurahmon askar boshlig'i Ataman bo'lib ishlab kelgan. U zamonda askar boshlig'ini Ataman deb ataydi ekan. Shuningdek, Abdurahmonning eti Ataman bo'lib qolgan. Bu 3 o'g'ilmi urushdan sog'-salomat qaytib kelgan. Dorigar Hoji bolalarning sog'-salomat qaytganligi uchun Urumchi shahri bo'yicha cho'ng nazar qilib Qur'on xatmlarini o'tkazgan ekan. Abdurahmon Bekitov, ya'ni Ataman Avzi, ya'ni urushga ilib ketishdan qo'rqib, Nansan tegiga o'rilishib, shu yerda yashab, shu yerda vafot qilgan. Uning ayoli Bebish va o'g'illarini haydab kelib, boy chorvachi deb qalpoq kiygizib, kurash yig'iniga ilib kirdi. Bebish 60 yoshdan oshgan ayol bo'lib, uni maydonga beshiga eski cho'gunga qalpoq bekitib kiygizib ilib kirgan. Cho'gun Bebishning beshiga kaplashib qilib, nurg'un qon iqib, oxirida Bebish hushidan ketib, yiqilib tushgan. Atratga uni elib ketish vaqtida beshidagi cho'gunni noyida taslikda kesib yurib, chiqarib, elib Bebishni hushsiz holda atratga elib qaytgan. Kichik o'g'li Hamid qochgan yoshlar qatorida birinchi bo'lib qochib chiqib, Qizil Soyda 2 hafta yoshinib yurib qaytgan ekan. Qolgan qattiq yaralanganlarni cho'ng atratning zaliga elib kirib, tizib yotqizib qo'yibdi. Shu kechada hushsiz yotgan Abdul Hamid bir orliqda qarsa yo'q. Bütün cho'ng atrat va Gongshi odamlari ham xalq askarlari otliq bir kecha izlab topolmabdi. Abdul Hamid Gongshining tarjimoni bo'lgan Salihning akisi bo'lib, Xinjiang San G'arbiy tog' Oqqo'y fermasida ishlab yurganda, uning yaqin do'stlari kelib fermadan 10 necha ot setib olmoqchi bo'lib, Abdul Hamid orqali tasdiqlatib olgan ekan. Chunki ular 30 dak odam Sovet chegarasidan o'tib ketishni plan qilib, hamma ish bitib, kechada otlarni elib kelib mangmoqchi bo'lganda, bu ish oshkorlanib, shu 30 odamning hammasi qo'lga olingan. Abdul Hamid bu voqeadan hech qanday xabar bo'lmasa-mu, ot setib berganlik uchun ularning ishiga o'rtaq deb aksin inqilobchi degan qalpoq bilan xalq rejimiga Gongshiga topshirib bergan ekan. Mana shu kundan tortib umu xalq rejimi ostida ishlab kelib etibdi. Tunugungi kurashda uni urib xeyli qiynagan bo'lsa-mu, u qandaqdir qechib qayergadir ketibdi. Bir kecha izdisimi uni hech topolmabdi. Majid Avzi tayoqlardan keyin hushidan ketib, yiqilib yetib qolibdi. Iskilat hovlisidan ilib chiqib tashlaganda o'g'li Aziz ko'tirib uyiga ilib ketib, davolab bir oydan keyin saqib o'rnidan turibdi. Madiyan yaning manga deb berishicha, Madiyar mulla
Мәдияның өгей дадысы екен. Мәдияр молланы өз атам деп оның қолыда тәрбиеленіп, чоң болған екен. Мәдияр молла 18 май күреш жиғыныға барыдыған кече ғұслы тахарат қылып, таң атқыча намаз оқып, ибадат қылып чықыпты, һәм аялыға. Мен әтә қайтып келелмеймен. Bu mening ömrümning oxirgi kechisi deb o'ylayman. Sen bilan shuncha yillar chiroyli inoq yashadik. Dunyo degan shu, oxiri o'limiz ekan. Mendan ranjigan yerlaring bo'lsa, ko'nglingda qolmasin. Mendan rozi bo'l deb zorlashib, yangi pokiz kiyimlarini kiyib, ayoliga choy qaynatsang, oxirgi martaba sen bilan o'tirib choy ichayli deb chiroyli so'zlarni qilib, birga choy ichib, mendan keyin o'zingga ching bo'l, hargiz yig'lama deb uydan chiqqarda xo'shlashib ayrılgan ekan. 6 ay burun ishlab yurganda harbidan yiqilib tushib, yonpash ustixini sunib ketib, endi mang'alaydigan bo'lgan edi. 18 may kuni cho'ng atratning oldiga kelganda harbidan so'rab tushirib, shu yerda urib, oyoq qo'llarini sundirib, ondan kurash yig'iniga so'rab elib kirgan edi. 83 yoshlik bir qeri odamni molla bo'lgani uchun shunchalik zulm bilan o'ldirdi. Men u odam bilan ko'p zaman birga ishlaganim uchun yuragim bak og'ridi. Yaxshi odam edi, bilimi bor, ko'ngli yumshoq edi. Atrofdagi ishlayotgan odamlarning hammasi ruhsiz, tushkun, kasal bo'lgan odamdek ishlab yuradi. Boltay bilan Sari Jo'rg'a ikkisi bir zambilni ko'tarib kelgan edi. Ularni ko'rib cho'chib ketdim. Voy, nima bo'ldi deb Boltayning yuziga hayron bo'ldim. Yüzünün bütün terisini şişilip elip taşlagandek göç rengiga kirib qolgan edi. Yüzüngizga nima bo'ldi deb shuncha ichinib yuziga qaradim. Balamay, urdugu, urib shundaq qildi deb ko'ziga yosh oldi. Haqiqatan yuziga qarsang yuraging ichishib, ko'ngling buziladi. Ichim og'rib, nima degan vahshiylik ha deb Sari Jo'riga qarasam, uning uzun qonxarliq burni mushtaq ishib, ko'zlari qisilib, aran ichilib qaraydi. Burnining usti yerilib yo'g'on bo'lib ichilib turadi. Ko'zining osti taraflariga qon uyib, qora ko'k bo'lib ishib, chiroylari oppoq tatirib ketgan edi. Ularning yuzida ruhiy tushkunlik va alam hasrati yig'ib turadi. Ularga ichim og'rib qarab turib qolgan edim. Boltay, balamay, seningmi jining orang qoldi-ku, tan salomatliging va yoshliging bilan tirik qolding deb mehribonlik bilan ko'zlariga yosh oldi. Bizning so'zlashib turg'unimizni ko'rib, minbinglar chopsam bo'l deb tovulgan edi. Biz o'z yo'limizga minib ketdik. Sari Jo'rg'a Sovetdan kelib, Nansanda chorva bilan shug'ullanib, o'ltiraqlashib qolgan tatarlardan edi. Uning asli ismi Ahmad Zagi ekan. U seriq chashliq, ko'k ko'z, qonxarliq, uzun bo'yliq odam bo'lib, noyati tez mangdigan, qaddi qamti kelishganlikdan uning demetlari chaqchaq qilib uni seriq yo'rg'a, Sari Jo'rg'a deb atab kelgan. Keyingi kunlargacha uning etining Ahmad Zaki ekanligini hech kim bilmaydi. Kurash yig'inida Sari Jo'rg'aning burnidan bir qo'yni so'ygandek qon eqib, hushsiz bir qancha soat yetib qolgan ekan. 20 may kuni atdigan butun atrat o'z odamlarini elib ketdi. Mangmu qurilish atratiga qaytib, loy yasab kesak quyish ishini ishlashga to'g'ri keldi. Atdigandan kechgacha qo'l harosi bilan kesal quyg'uvchilarga loy to'shib, yana bir tarafdan kesak quyib ishladim. Ish bek eg'ir, chunqur do'ngliklarda eg'ir loy salgan harvini so'rab ishlash intayin qiyin edi. Diktatura odatdagidan qattiqroq, hamma odam vaqirab ish qo'shib turgan va ba'zi bolalar haqoratlab odamning g'ururi takkuzib tillab ketadi. Nima degilik faqat anglamaslikqa selib sabr qilishdan boshqa chora yo'q edi. Uning ustiga tayoqdan zaxmlangan o'rinning og'rishi bir yerda qilib, kurash maydonida sol taraf biqinimga birsi mush bilan urgan yerning og'rishi jonga tegadi. Nafas oldirmay pichoq tiqqandek og'riydi. Uning ustiga yo'tal tutib to'xtamasdan yo'taladim. Har bir yo'talganda sanchib chidiqsiz og'riydi. Qo'lim bilan biqinimni besib tutib olatdim. Oxiri bo'lolmay ishdan tushish vaqtida doktorga ko'rinish uchun bordim. Sarqitbek og'riqlarni ko'rayotgan ekan. Men saqlab o'ltirdim. Og'riqlar ketgandan keyin Sarqitbek meni ko'rib, tashkildan sizlarni ko'rishga ruxsat qilmadi. Men seni ko'rolmayman. Tashkil menga kurashda tayoq yeganlarni davolamaysan dedi. Ko'rmayman deb qo'pol so'zlab turib oldi.
Men bolsam to'xtamasdan quruq yo'tilib, beqinimning og'rishiga chidamay azoblandim. Sarqitbek menga qarab, "O'lsangmi men ko'mayman, chiqib ket" dedi. Kutmaganda bu qo'pol javob ko'nglimga qattiq tegdi. Bu odamning oilasi bilan bizning uydagilarning eng yaqin do'st bo'lib kelgan ekan. Sarqitbekning ayoli Maziya ota-onasi bu yerda bo'lmaganlikdan bizning oilaning bir qizi hisoblanib, o'z qizlarining qatorida ko'rib kelgan. Hatto ularning to'ylarini ota-onam bosh bo'lib, o'z uylarida to'y qilib, uzitib chiqargan. Shundoq yaqin tuqqan bo'lib, aniq yashagan odamlar bugungi kunda o'zdan boshqa hech kim yo'q. Ishxonada men shundoq qo'pol muomala qilganligiga hayron bo'lib, ko'nglim ranjib chiqib ketayotdim. Uysing, u doktor oldimdan chiqib qoldi. Mening to'xtamasdan yo'tilib kelayotganimni ko'rib, "Nima bo'lding? Og'rib qoldingmi?" deb yonimga keldi. Men qanday og'riganligimni, Sarqitbekka kelganligimni so'zladim. Meni jo'ridab o'z ishxonasiga ilib kirib tekshirib, o'pka bilan qovurg'a o'tirsidagi pardada qon quyilish bo'lib, diafragmada buzilish bo'lgan deb, sening aytingda dori bersam doktorxonada dori bermaydi. Singling G'ayshaning itida yezib beray, G'aysha kelib olsin, bir oy uzmay ichib be, dam ilish kerak edi. Ular ruxsat qilmaydi. Odatda bundaq og'riqlar doktorxonada yetib davolanish kerak edi. Endi sen bu dorilarni uzmay ichishing lozim deb yaxshi so'z bilan hesdashlik bildirdi. U doktor Sichuan meditsina institutini tamomlab, Nansen doktorxonasiga bo'linib kelgan. Men bo'lsam Sharqiy Turkiston meditsina institutini o'qigan. Shundaqdimi u meni savoqdosh deb hurmat bilan savoqdoshlardek muomala qiladi. Nansenda menga hech o'zgarmay, hurmat bilan yaxshi qarab kelgan mushu bir odam bor edi. Doktorxonadan chiqib kelib etib, Sarqitbek bo'lsa o'z turkimiz, tilimiz bir dindan, bir yerdan, o'z xalqim. Uysing bo'lsa Xitoy o'lkalaridan, Xanzu, boshqa til, boshqa dindan. Menga asli Sarqitbek yaqin bo'lish kerak emasmidi? Yaxshilikni menga u qilishga tegishli edi deb o'ylab uyga yetib keldim. Uyda G'aysha, Firdavs, Hojiya Bonolar o'ltirgan ekan. Hojiya Bononing ikki qalqini yiringdab ishib ketibdi. G'aysha bir dorini paxta yugalgan palkush bilan Hojiya Bononing olqiniga surtib etibdi. Nima bo'ldi? Bek yomon ishib ketibdi-ku deb kelib, engishib olqiniga qardim. Qo'li yiringdab qattiq mikroblanib ketibdi. Hojiya Bono biz iskilat oilasini tozalaganda qo'limizga go'rjaklarni ilib cho'rib etib, qo'linglar bilan silinglar deb Qabdalning onasining hojatxona qilgan paskillarini qo'limiz bilan tozalashtirdi. Qamila degan xotinmi shu chung oilaning hamma yerini hojatxona qilgan ekan. Ishlab etib hammamizning ko'ngli ilishib, qusvatkili tas qoldik. Bu nima kun deb so'zlab bo'lg'icha eg'izlari kamshib yig'lab oldi. G'aysha, aziz ukam, mushu do'rni akilib berdi. Yaxshi do'ri ekan, bir surkunimizda lo'qildab og'riq to'xtadi dedi. Ha, bek yaxshi do'ri ekan, qo'limni muziltib, jinimga oramliq berdi deb olqinni po'ylab qo'ydi. Ha, ras, sizni nima uchun millatchi deb so'rab yuriydi deb amdi bir so'rashga fursat bo'ldi deb so'radim. Hojiya Bono ular o'zining millatchiligini menga qalpoq qilib kiygizdi. Bir oy burun qattiq og'rib, ayollar og'riqi Gongshi doktorxonasiga ko'ringan edim. Ular Urumchidagi cho'ng doktorxonalarga ko'rinib davolanishni maslahat qilib, tonishtirish yezib berdi. Men cho'ng atratga berib, men doktorga ko'rinish uchun qarz pul so'rsam, qanaqat hozir cho'ng atratda pul yo'q deb menga bermasdan, Qo'jayning ayoli shaharga berib oynib kelish uchun qarz pul so'rab kirgan edi. Mening ko'z oldimda 60 so'm pul tasdiqlab qog'oz qilib berdi. Men xafa bo'ldim. Sizlar millatchi, o'z qozoqlaring kelib shaharga berib o'ynab kelish uchun pul so'rsa, gap so'zsiz berisizlar. Men og'rib doktorga tonishtirish yezib bersimi, menga bermadinglar. Men 10 necha yildan buyon bir kun qolmay ishlab kelyapman. Mushu og'riqdanmi og'ir emgaklarni qilish jarayonida topdim. Eng oxirida doktorga ko'rinish imkoniyatiga ega bo'la olmaymanmi? Bu qanday gap degan edim. Kichik atrat boshlig'i qanag'at, "Oy, millatchi sening jajongni berib qo'yish kerak ekan" deb vaqirib qolgan edi. Men xafa bo'lib qaytdim. Doktorga ko'rina olmadim.
17 may kuni tushlik tamoq yeb o'tiratdik. Kishilar shu tovlab kelsa, men kimga keldikin debdiman. O'zimga keldi deb hargiz o'ylamabdiman. Qarsam bizning uyga bostirib, millatchi Hojiya Banuni so'rab chiqayli deb kirib keldi. Qanag'at birinchi bo'lib kirib, millatchi Hojiya Banu chiqsin deb tovlab meni so'rab yuriydi. Millatchi degan sen o'zing, men chiqmayman deb qarshilik qildim. Ular meni elib chiqimiz deb kelib meni yulqib so'rashga boshladi. Men supa ustidagi to'mir karvatga yepishib oldim. Ular meni tortdi, men karvatga yepishdim. Shunda qilib supa ustida karvatni so'rab tortib karvat bilan meni yerga elib tushdi. Men karvatni hech qo'yatmadim. Ular 7-8 odam meni tortdi. Shunda tortishib yurib karvatning eshik oldig'icha so'rab bordik. 3 yoshli qizim Ilg'ira bu ahvoldan qo'rqib Appa deb chaqirib yig'lab menga esildi. Erim Vahid balni mendan olsimi, balning chaqirgan ovozi erishga berib yatdi. Oxir shuncha ko'p odam qo'llarimga eslab yurib, meni karvatdan ayirib elib chiqdi. Heliqi mening yuvosh erim menga bo'lishmasdan, unda qilma Hojiya Banu, ko'pchilik chiq degandan keyin chiq deb o'ltirmamdi. Er kishi bekmu yuvosh bo'lsa bo'lmaydi ekan deb lavlari titrab yig'lab ketdi. Hojiya Banu ota-onasidan bekmu kichik yetim qilib, cho'ng bo'lganlikdan nervisi ojiz, oson yig'laydigan bo'lib qolgan edi. Bo'ldi yig'lamang, yig'lab jon to'shamdi. Hozir dunyoni qog'i so'rgan vaqt, o'lmay omon qoldik. G'animatga qolgan jon bu. Yo'q narsaga uprab ko'z yoshlaringizni to'kmang. Allohga shukr tirik qoldik. Buning hammasi o'tib ketadi. Kimning beshiga kelmayotdi, o'zing qarab baq. Shularning hammasi gunohkor yomon odamlarmi deb Hojiya Banuni bazlab etib uningdan. Ras, men yig'inda G'arig'ulla akamni aksil inqilobchi deb so'rab, bizning qatorga turg'izib qo'yganini ko'rgan edim. Nemishqa uni aksil inqilobchi deb yuriydi deb so'rdim. Hojiya Banu turib qilib, "Hey, u bechorami ko'p tayoq yeb ketdi. Beshi yerilib bek chiqqan ketdi. U boshqa atarda bo'lganlikdan keyin xabar ololmadim. Qandoq bo'ldi-kin? G'am qilib qoldim. Bir kun vaqt chiqarib berib kelman degan, ularni haydab ishlatayotgandi" dedi. Nemishqa u aksil inqilobchi bo'ldi deb hayron bo'ldim va u koni ish ekan. 1959-yili Po'lat tavlashda ko'mir xonda ishlab yurgan ocharchilik zamonda xondagilarning qo'rsiqi ichib birisi mavjushi nima tamoq yeydigando deb so'rgan ekan. Okam nima yeydi deysan? Begimning qo'sqi to'q, qullar bilan ishi yo'q debdikan. Mana endi orliqda 9 yil o'tib, unutilgan narsani so'rab chiqib, u bechoraga bir balo bo'ldi deb ichini og'ritdi. Ishikdan do'rg'a ketgan G'aysha bilan inim Sodiq birga kirib keldi. Firdavs xo'shallikdan sakrab berib, Sodiqni quchoqlab, "Yolg'iz o'zing qandoq kelding?" deb so'radi. Sofiya adam harbiy mashinalarga selib qo'ydi. "Qiynalmasdan yaxshi keldim" dedi. Sodiqdan anglagan xabarlarga qaraganda, Urumchi shahridimi xuddi mushu yerda bo'lgan 18 may voqeasi o'z ayni bo'lgan ekan. Ko'plagan o'rinlarda kishilar o'zini o'zi o'ldirib oldi deb o'liklarni uylariga olib beribdi. Qiynab o'ldirganligi ko'rinib tursimi, hech kim hech narsa deyolmagan. 18 may kuni dadamning aksi Zaki Cho'ng dadamni qattiq urgan ekan. Zaki Cho'ng dadam egiz bo'yliq, gavdilik, qadini tik tutib yuradigan, kam so'zlik, ko'rinishda mag'rur odamda ko'rinadi. Shunlashqa kishilar uningdan tap tortib hurmat bilan muomala qiladi. Cho'ng odamning vaqirib kelganini, kulganini anglab ko'rmagan edim. Uni kishilarga Zaki Jingli, keyingi vaqtlarda Zaki Tingjang deb atab keldi. Cho'ng dadam tatar ham diniy maktabni o'qigan, ondan do'ng put tarafdagi Sho'tang Xanzu maktabni o'qib chiqqan ekan, ham qo'shimcha qilib polshalik odamning oshqan buxgalterlik maktabini o'qib tamomlagan ekan. Cho'ng dadam umrining oxiriga qadar 5 vaqt namozni, 30 kunlik ro'zasini qoldirmay kelgan va har kuni atdigan namozdan keyin bir para Qur'onni o'qib bo'lmoqcha o'rnidan turmaydigan odam edi. 1933-yili Shingsay Sharqiy Turkistonning hokimiyat beshiga o'ltirgandan keyin Sharqiy Turkistonda birinchi martaba Tusan Gongsini, ya'ni savdo shirkatini qurib, chet ellar bilan savdo munosabatini o'rnatgan ekan. Bu shirkatga bosh direktor Burxon Shahidi, muavin direktor Tungbao Shiva millatidan,
Soda Jurun başlığı Zakir Abdishif, baş püryumchik Hansen Burnash, muavin püryumchik G'ataulla bo'lgan. Baş buğaltır Zaki Valiyev, yardımcı buğaltırlar Hamid Ahmed Valiyevlar tayinlanib, soda şirketini birinchi bo'lib qurib chiquvchilar mana mushu odamlardan iborat edi. Zaki Valiyev shu yillardan tortib jingli Tinjang bo'lib, soda idorasida 68-yilga qadar 36 yil ishlab, Sharqiy Turkistonning soda ishlarini taraqqiy topqizib, gullantirish uchun ko'p kuch chiqargan va ko'p hassa qo'shgan odam edi. Uning sirtida cho'ng dadam bilan mening dadam Solih Valiyevlar nurg'un buğaltırlik kurslarni uyushtirib, ko'plagan o'quvchilarni o'qitib, buğaltır qilib yetishtirib chiqdi. Keyingi cho'ng o'rinlarda buğaltır bo'lib ishlaganlarning ko'p qismi ana shu kurslarda o'qib chiqqanlar edi. Bugungi bu madaniyat inqilobida cho'ng dadam Zaki Valiyevni kapitalizm yo'liga mangan huquqdor deb so'rab chiqib, qalpoq kiygizib, ig'ir qiynashlar bilan kurash qilib keldi. 18 may kuni singlim Sofiya basma zavodida ishlab etib, tam qo'shna Shangyitingda qilayotgan kurash yig'inining varqirgan ovozini anglab, yuragi siqilib ishlayolmay, og'rib qilib uyga qaytib keldim. Sofiya opamga anglaganlarini so'zlab, cho'ng dadamning etini to'xtamasdan atab kurash qilyotdi. Bek qattiq urvatdi. Yuragim og'rib turolmadim. Idorasining oldiga opirib ko'rayli deb opam bilan ikkisi Shangyitingga qarab minib, Erdo'chiga yetib berishi bilan Sofiya voyjon, ovu cho'ng dadam emasmi deb Sofiya cho'ng dadamning oldiga qarab yugurib ketibdi. Opam qarsa ko'chining chetida bir odam mas kishida daldangshib, birdam yo'lning u qetiga, birdam bu qetiga santirilib kelyotdi. Yuz ko'zi ishigan, boshlari g'o'ridak bo'lib ishib chiqqan, ko'zlari qora ko'k bo'lib, ko'zni ko'rib bo'lmaydi. Putida oyoq yo'q, paypoq bilan keladi. O'tib ketib borgan odamlar to'xtab, ichinib qaraydi. Chunki bu atrofdagi butun odamlar cho'ng dadamni taniydi va hurmat qiladi. Opam bilan Sofiya ikkisi yugurib berib, qo'ltig'idan yo'lab, "Voy Alloh, bular nima qildi sizni?" deb yig'lab ketibdi. Cho'ng dadam titirgan holda bek qattiq urvatdi. Uzun vaqt engishtirib qo'ygan ikki putimning og'rig'iga chidamasdan yiqilib tushgan edim. Qattiq tepib putimdagi oyoqni yulib ilib, shuning bilan yuz ko'zimga bek qattiq urvatdi deb shundoq ruhi chiqqandek bo'lib qopti. Opam bu yerda tanishlarimizning qo'l harvasi bor ilib chiqaymi degan ekan, cho'ng dadam yo'q bo'ldi. O'z mahallamizga keldik, o'zim yuray deb Sofiya bilan opam yo'lab ilib keldim. Tuqqanlar cho'ng dadamning holini ko'rib, ichinib yig'ilishibdi. Tog'am boshliq barliq tuqqanlarni doktorxonaga olib yotqizib davolatibdim. Sodiqdan bu xabarni anglagandan keyin hammamiz bek ko'ngilsiz bo'ldik.